Yana bir toifa kishilar borki, kasb qilish, rizq topish deb halol bilan haromni e'tiboriga yetmaydilar. Jumaga keladigan ba'zi bir odamlar bergan qarzini bermaydi. Jumaga keladigan ba'zi bir hattoki odamlar Xudodan nimanidir talab qiladi. To'ylarda ko'ryapmiz ayniqsa bunaqangi holatlarni. Mana shu fevral oyida, o'tgan fevral oyida meni o'zimga yozdirgan ikkita to'yni kelib o'zlari uzr aytib o'chirib ketishdi. Mana shu arzimagan matohni yuzasidan gap so'z qochgan. Sarpodagi matohni yuzasidan gap so'z qochgan. Odam shunchalik ochko'z bo'lishi mumkinmi? O'sha gap so'zni qochganligi erkak tarafdan qochgan. Nima qilar ekan? Bu qilgan narsasi to'g'rimi ekan? Shuning uchun azizlar, biz dunyoga, molga bo'lgan nazarimizni to'g'rilashligimiz kerak bo'ladi.